O'rtoqlar, ko'chada yurganimda hozir bitta mashinaga ko'zim tushib qoldi. Sizlarga hozir shuni ko'rsatmoqchiman. Maniki o'sha legendarniy 2107 nomerlarini qarang. Voy. Shu akamizni orqalarida haydab yuramiz. Shu akani hozir iltimos qilib ko'ramiz. Bitta mashinangizni obzor qilib bersa deb. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Afsuslanmaysiz. O'rtoqlar, akamiz to'xtatib oldi. Bitta mashinangizni obzor qila olamiz deb. O'rtoqlar, 20 Lada 2107. 8 kechalarini qaranglar. Bu mashinamizning eng qizig'i yili 2011 ekan. Eshiklarini ochilib yopishi xuddi gelikda eshik ochilib yopilgandek. Polni krugovoy tonirovka ekan. 17 sakadiskada qo'yilgan. Nomerlari lekin 5 ketdi. 70 E3'1 E1. O'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying va bizga obuna bo'lib qo'ying. Xuddi mana shunaqa yaxshi videolarni chiqarishga davom etamiz. Sog' bo'lasizlar. 23 февраля Сыктывкар Underground, столица Урала.